Assalomu alaykum azizlar. Bugungi videomizda artroz va suyak yemirilishida qo'yiladigan top 3 ta xato to'g'risida bo'ladi. Oxirgi xatoni siz albatta qilgansiz. Buni to'g'rilash vaqti keldi. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi hamma yo'l qo'yadigan xato bu biza tizzamiz og'rigan zahoti doktorga murojaat qilib boramiz. Doktor MRT qilishni bizga taklif qiladi. Biza MRT tekshiruvdan o'tganimizdan keyin tizzamizda artroz aniqlanadi. Artrozni ko'rgandan keyin men suyagim yemirilib ketyapti deb vahimaga tushamiz. Mashina o'zi xato. Lekin undan keyingi qiladigan xatoyimiz darrov biz buni og'rig'ini qoldirishga urinamiz. Ya'ni obezbolishiy dori ichamiz yoki og'riq qoldiruvchi ukollarni olamiz. Og'riq qoldiruvchi ukollar to'g'ri og'rig'imizni qoldiradi, bizani yengil qiladi, lekin bu juda ham katta xato hisoblanadi. Chunki artrozda og'riq qoldiruvchi uni davolamaydi. Faqat bizga vaqtinchalik og'riqni qoldirgani uchun biz xursand bo'lamiz, tuzalib qoldik deb. Lekin bu xatoni qilmasdan turib artrozni davolashga urinish kerak bo'ladi. Ikkinchi qilinadigan qo'pol xatoyimiz bu kasallikni ildizini topmaslik. Ya'ni artrozni o'zini kelib chiqish sabablari bor. Bu sabablarni misol 3 ta guruhga bo'ladigan bo'lsak, eng asosiy birinchida turadigan guruh sababi bu insonning mushaklarini bo'sh holatda bo'lishi, ya'ni tizza atrofimizdagi stabilizatsiya, mushaklarning quvvatini yo'qligi. U mushaklarga keladigan nervlarning qisilishi hisoblanadi. Agar bu biza birinchi sabab deydigan bo'lsa, ikkinchi sababi noto'g'ri turmush tarzi, uchinchi sababi qattiq insonni jarohatla olishi. Agar shu 3 ta sababni qaysi birligini aniqlab, shu sababga kurashmasdan turib artrozni davolashga urinsak, bu katta xato hisoblanadi. Uchinchi hamma yo'l qo'yadigan xato bu insonni, artroz bo'lgan insonni jismoniy harakatlardan cheklanishi. Ya'ni artroz bo'lgan insonga ko'p yurmang, mashq qilmang, oyog'ingiz yana yemirilib ketadi deb tavsiya berishadi. Bu ham katta xato hisoblanadi. Bizga ko'p tushadigan savollardan bittasi, men ko'p yursam yaxshimi deydi yoki men yurmasam yaxshimi deb savol berishadi. Men shunga qanaqa javob beraman? Artroz kasalligida suyak yemirilishi bor insonlar tizza bo'g'imiga bosim bermasdan turib harakatda bo'lishini maslahat beraman. Ya'ni maxsus artrozni davolovchi mashqlarni qilishni tavsiya qilaman. Agar biz artroz suyak yemirilishi ma'lum bo'lgan holatda mushaklarimizning holatini tekshirtirmasdan turib, ya'ni mushaklarimizda bo'shash bormi yo'qmi, tizzamizning atrofidagi svyaska payla boylamlar muammosizmi, unda muammo bormi yo'qmi aniqlamasdan harakat qilsak, ya'ni uzoq yursak, 5000 qadam, 10000 qadam yuradigan bo'lsak, bu holatda og'riq kuchayib ketadi va artroz yemirish darajasini oshirishga olib keladi. Agar biz mushaklarimizni tekshirtira olmagan holatda nima qilsak bo'ladi deb savol bersa, o'tirib va yotgan holatda maxsus mushaklarni chiniqtiruvchi mashqlarni bajarsak bo'ladi. Bu mashqlar to'g'risida video qo'yganmiz. Ushbu havola orqali bu videoga kirib bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Endi uchalasini umumlashtiradigan bo'lsak, qilinadigan xatolar. Birinchisi, tezda og'riqni qoldirishga urinish. Bu juda katta xato. Og'riq aslida insonga darakchi hisoblanadi. Og'riq bo'lgan joyda muammo bor degan belgi hisoblanadi. Biz bu muammoni o'chirib qo'yadigan bo'lsak va harakatimizni davom ettirsak, muammoni jiddiylashishiga va undan ham kattaroq muammoga olib kelishiga sababchi bo'lamiz. Keyingi masala, tirib chiqarilgan sababni topmasdan turib harakat qilsak, ya'ni artroz nimadan kelib chiqdi? Mushaklarim ishlamasligidanmi yoki uzoq vaqt davomida noto'g'ri ovqatlanishdanmi yoki travma jarohatimdanmi? Buni aniqlamasdan turib davolashga urinsak, bu albatta xato bo'ladi va to'liq qutulmaslikka olib keladi. Uchinchi o'sha qiladigan xatoyimiz, artroz bor paytda albatta oyoqlar mushaklarini chiniqtirib, maxsus mashqlarni bajarib turish kerak. Keyin imkoniyat bo'lganda mutaxassisga, kinezolog, pediatr mutaxassisga murojaat qilib, mushaklarni tekshirtirib, ularni tonusini normaga keltirib, keyin muolajani davom ettirilsa, to'liq qutulish imkoniyati bor. Agar sizda ham artroz yoki suyak yemirilishidan muammolar bo'lsa, ushbu raqamlar orqali bizga murojaat qiling. Sizga zamonaviy va ukol dorilarsiz yechim berishga harakat qilamiz. Sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Har bir jiddiy kasallik kichkina muammolardan boshlanadi. Shu kichkina muammo paytida uni oldini olib davolash bu kasallikdan to'liq qutulishga olib keladi. Xayr, salomat bo'ling.